Anime Land uz kanali uchun tayyorlandi. Yolg'izlikda daraja ko'tarish 112-bob. Yaramas tanqidchilar, meni xiyomimimni xafa qilmoqchi bo'ldilaringmi? Buni hech qachon kechirmayman. To'g'ri, har bir shikoyat bilan ovora bo'lish ma'nosiz, lekin Jinursin, bugun ham bitta shikoyat. Nihoyat xiyonimimning eng ashaddiy tanqidchisini hal qilishga muvaffaq bo'ldim. Yaxshi ishlading. Avvaliga yer yutib qayergadir g'oyib bo'ladi. Endi esa yerdan o'sib chiqqanday birdan paydo bo'ladi. Men yo'qligimda hech narsa bo'lmadimi? Deyarli hech nima. Lekin usti-boshingga nima bo'ldi? Men hozirgina zindondan chiqqandim. Sen gildiyani qo'llab-quvvatlash uchun pul kerak deganding, to'g'rimi? Bu yuqori darajali kristallarmi? Shunday darajali zindonga bordingizmi? Endi xodimlarga maosh to'lash haqida qayg'urmasam ham bo'ladi. Xodimlar? Esingda emasmi? Menga yana bitta xodim kerak bo'ladi degandim. Ha, shunday. Gildiya yaratish uchun 3 kishi kerak, to'g'rimi? Direktor o'rinbosari va xodim. Lekin buni nima keragi bor? Menimcha o'zimizning ishonchli odamlarni yo'llagan yaxshiroq. Axir bu yetarlicha jiddiy masala. Xo'sh, mayli. O'zi nega buni muhokama qilyapmiz? Yechilish kerak bo'lgan yana bitta masala bor. Bizni gildiyamizga qanday non topishni o'ylab qo'ygandirsan? Shu shartmi? Albatta, bu juda muhim. Yoki ishlarimizdagi so'nggi bo'g'inlarni olsak, o'shanda Wuxo gildiyasi paydo bo'ladi. Sologa nima deysan? Nima? Axir bu yolg'iz kurashadigan ovchining gildiyasi-ku. Bu nima, hazilmi? Aftidan bu dunyoda hatto boshlig'imni ham qo'lidan kelmaydigan ishlar borga o'xshaydi. Axir bu yolg'iz-ku. Kim u? Bu Sunjinvo ovchilar gildiyasi ofisimi? To'g'ri, lekin siz kim bo'lasiz? Ovchi Chixain. Bu yerga nima olib keldi? Men gildiyaga qo'shilmoqchiman. Kechirasiz, yana bir marta so'rasam maylimi? Bu yerga nima maqsadda keldingiz? Boya aytganimdek, gildiyangizga qo'shilmoqchiman. U meni sarosimaga solib qo'ydi. O'zi aslida nimaga kelgan ekan? Sizni bu yerga assotsiatsiya prezidenti yubordimi? Nima? Uni bu yerga aloqasi yo'q. Unda ovchi Chixawe Jonin sizni haydab yubordimi? Yo'q. Unda sabab nimada? Nega bizning Solo gildiyamizga qo'shilmoqchisiz? Nima? Sizlar gildiyangizni Solo deb nomladinglarmi? Ha, biz buni allaqachon kelishib oldik. Gildiyada qandaydir muammo bormi? Sunjinvo, Solo deganing nimasi? Axir biz hammasini hal qilib olmadikmi? Men bunaqasiga kelishmagandim. Sen hech narsa demading. Shuning uchun men seni qarshi emassan deb o'ylabman. Xo'sh, shoshma. Avval tinchlanishim kerak. Men fikrimni bir joyga jamlay olmayapman. Shuning uchun tushunmayapman. Uning yurak urishi, nafas olishi va nigohi. U bu yerga kelishining asl sababi nima? Qiziq, nega ovchi Chexa bizning gildiyamizga qo'shilishni xohlab qoldi? Chixa xonim, uyg'onganingizga 2 yil ham bo'lgani yo'q. Sizni shartnomangiz gildiyangiz bilan tugagani yo'q, to'g'rimi? Jarimani to'lash uchun pulim bor. Jarimaga qaramasdan bizga qo'shilishni xohlayapsizmi? Lekin bizning gildiyamiz sizni pul mukofoti bilan taqdirlay olmaydi. Hojati yo'q. Meni bu narsa qiziqtirmaydi. Gildiyamizga qo'shilishni xohlar ekansiz, maqsadingiz nima? Siz uchun foydasiz bitim bo'lib qolmaydimi? Shunday deyish mumkinmikin? Albatta yo'q. Rostini aytsam, u meni aqldan ozgan deb o'ylashi mumkin. Boshidan yoqimsiz hid yo'q. Qandaydir muammo bormi? Siz rostdan ham ovchimisiz? Men unga qiziqqandim. U Li Mussonning matbuot anjumanini buzdimi? Kutilganidek, u S darajali ekan, lekin aslida u bunchalik yomon odam emas. O'zim nima haqida o'ylayapman? Axir yaqinda Chuju orolida reyd boshlanadi. Garchi u menga e'tibor bermasa kerak deb o'zimni ishontirishga harakat qilgan bo'lsam-da, ammo bu zulmatda oxirgi yorug'lik kabi porlaydi. Og'riq va men hozir o'laman. Ammo Chixa xonim, yaxshimisiz? Qayerdaman? Biz vertolyotdamiz va ovchilar assotsiatsiyasiga ketyapmiz. Tez orada sizni kasalxonaga yetkazamiz.
Ovchi Sun Jinvo ham reydga keldimi? Bilgandim. Bu tush bo'lmagan ekan. Bu safar aniq o'lishimga oz qoldi. Yoki men allaqachon o'ldim. O'limdan qochib qutula olmaydigan ahvolga tushib qolsam-chi, nima qilaman? Uni bunga ayta olmayman. Axir qanday qilib so'nggi nafasimgacha meni yonimda bo'l deb aytaman. Ha, yo'q. Unga nima bo'ldi? Yoki u menga bu haqiqatni ayta olmayaptimikan? Qizarib ketgan yuziga qaraganda, u nimanidir yashiryapti. U nimani o'ylayotganini bilmayman. U bularning barchasini uzoq vaqt rejalashtirayotganga o'xshaydi. Xo'sh, javobingiz qanday? Men qulay hayot kechirishni xohlayman. Qulay yoki bunga qarshimisiz? Albatta yo'q. Hozir u 22-23 yosh atrofida. Bundan tashqari Cheju orolidagi reyd paytida u og'ir yaralangan. To'g'risini aytsam, gildiyaga qo'shilish uchun testdan o'tishingiz kerak. Ammo ishga qabul qilish e'lonida hech narsa aytilmadi-ku. Bu narsa yaqinda qo'shildi. Jinho, pastga tushib ichishga biror narsa olib kel. Yaxshi. Xo'sh, qanday sinov? Nima? Qanday qat'iyat? Yoki menga ko'rindimi? Meni jangchilarimdan bittasini mag'lub etishing kerak. Meni baholash uchun shuni o'zi yetarlimi, Sun Jinvo? Xo'sh, meni raqibim kim bo'ladi? Siz uchun maxsus eng kuchli jangchimni tanlayman. Ajoyib.